Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli qarindaşlar. Bugün amanat haqida to'xtaladigan bo'lgan. Amanat inson ado qilishga va qo'g'dashga buyurilgan har qanday ishdir. Qo'yilgan amanatlarni saqlash, kishilarning sirrini saqlash qatorliqlarmi bunga kiradi. Shundaqla Alloh taolo buyurgan amallarning hammasi amanat. Chunki Alloh taolaning buyurganlari bizning ustimizda qarz. Bu amanatlarni ado qilganlar mukofotga erishgandek, zayo qilayotganlar jazoga tortiladi. Amanat yana bir shaxsning o'z haqqi bo'lmagan narsani talab qilmaydigan, ishonchga yaraydigan darajadagi go'zal axloqini ifodalaydi. Amanat so'zi amanat qo'yilgan pul, mol va tovarga o'xshash moddiy narsalarni ifodalagandan boshqa ma'naviy qiymatlarni, shundaqla nurg'unlagan cho'ng ma'nolarni ifodalaydi. Amanat parchalanmaydi. Peygamber aleyhisselam amanatni egisiga topshirgan, sana xiyonat qilgan kishiga xiyonat qilma deb ta'lim bergan. Amanat bo'linmaydi. Ya'ni ba'zi kishilarga vafo qilib, ba'zi kishilarga xiyonat qilishga bo'lmaydi. Shuning uchun birovning o'ziga xiyonat qilgan birisiga xiyonat qilishi to'g'ri emas. Amanat ana shunday inchik va nozik narsa. Shuning uchun amanatni saqlaganlar va vaqtida topshirganlar savobga erishadi. Uningga xiyonat qilganlar gunohkor bo'ldi. Amanatning turlari. İnsanlar arasında en ko'p tarqalgan mashhur amanat turi pul mol amanati. Peygamber Aleyhisselam bu haqda bunday degan. Musulmonlar uning tili va qo'li bilan ziyon yetishidan salomat bo'la olgan kishidir. Mu'min insonlar jini va mol mulkiga uningdan ziyon yetishidan aman bo'la olgan kishidir deb ko'rsatgan. Yani insonlarga yomonlik yetkazmaydigan va insonlar ishonch qila oladigan kishi degan gap. Bu hadiste ma'lum ki haqiqiy mu'min adam kishilarga mol mulkini ve her qanday narsasini uning amanat qo'yishga xotirjam bo'la olgan kishidir. Payg'ambar Aleyhisselam bir hadisda mu'min kecha uxlamay ibodat qiladigan yoki ko'p zikr aytib ko'p yig'laydigan kishi degani yo'q. Tabiiyki kecha uxlamay namoz o'qish, ko'p zikr aytish zamonimizda nurg'un kishilar qilolmay kelayotgan eng katta ibodatlardan biri. Ammo bu ibodatlar yanada shu kishi bilan chekiladi. Amanatga sodiq bo'lishdan iborat isl axloq bo'lsa, ham shu kishining o'zi uchun, ham umum xalq uchun manfaatli bo'lgan cho'ng ibodat. Shunga Alloh taolo musulmonlarning insonlarga manfaatli bo'lishini bakroq yoqtirdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam amallarning eng yaxshisi qaysi deb so'ralganda, amallarning eng yaxshisi insonlarga eng manfaatli bo'lganidir degan. Ahvol bunday ekan, foydasi uni o'rindigan kishining o'zi bilan cheklanib qoladigan ibodatdan foydasi boshqalarga umum bo'lgan ibodatni o'rindash haqiqatan zarur. Payg'ambar Islom Madinaga hijrat qilmoqchi bo'lgan vaqtda Makka kafirlar Payg'ambar Islomni hamma birlikda bir kechada ujuqtirib o'tishni planlagan eng xatarli bir vaqt edi. Shunday bir xavfli vaqtda Payg'ambar Islom o'z jonini qo'g'dash bilan qolmasdan o'zini o'ldirmoqchi bo'lgan makkaliklarning o'zida qo'ygan amanatlarni yetkazib berishning zarurligini oldingi o'rinda qo'ygan. Hazreti Ali ibn Abi Talibga amanatlarni egiliga topshirib berib, mening keynimdan bog'gan deb unga topshirib qo'ygan. Kishilarning nazarida kichik sanalgan cho'ng amanatlar. Odatda kishilar pul, mal muomalalardagi amanatni ado qilishni muhim bir majburiyat deb to'nisimi, ko'p kishilarning nazarlaridan saqit bo'lib kelayotgan amanatlar bu ko'p. Masalan, siz birer do'stingizdan birer kitob chog'liq narsani oriyat elib turib, uning moddiy qiymatini oddiy sanaganlikdan uni egisiga vaqti qarorda topshirmasangiz, yoki qo'shningizdan birer tal yengli chog'liq narsani o'tni elib, uni kichik sanaganlikdan qo'shningizga qaytarmasangiz, siz amanatga xiyonat qilgan bo'lasiz. Birov sizga bir amanat so'zni topshirib, bu so'zni paloniga yetkazib qo'yishingizni so'rgan bo'lsa, bu so'zni shu kishiga yetkazmasangiz yoki aksicha qilib yetkazishga tegishli bo'lmagan boshqa kishilarga yetkazsangiz, amanatga xiyonat qilgan bo'lasiz. Birovning uy ichiga ruxsatsiz qarash yoki derazasidan yoki eshikning yo'chiqidan marash yoki birov eshigini ochganda sizni kiring degicha uy ichiga ko'z yugurtish cho'ng adabsizlik va xiyonatdir. Birov sizga bir amanat so'zni topshirib, bu so'zni paloniga yetkazib qo'yishingizni so'rgan bo'lsa, bu so'zni shu kishiga yetkazmasangiz,
O çağda hatta salam bolsun mu? Salamını mı yetkizip koyan diyen bolsa, esinizde batırıqlı salam yetkizmegen bolsanız günahkar bolursiz. Amanet meyli kiçik yoki addi bir narsa bolsun, meyli çoğun amanet bolsun, baribir amanet. Amanatga xiyonat qilish gunoh. Ilm setim ishlaridagi amonat. Payg'ambar alayhisalom rostchil tijoratchi qiyomat kunida payg'ambarlar, rostchillar va shahidlar bilan birga bo'ldi degan so'zi orqali ilm setim ishlarini bajarishdagi amonatni ta'kidlagan. Chunki rostchillik bor yerda amonatmi bo'ldi. Malning aybini aniq aytib sotgan odam amonatni ado qilgandek, malning aybini yushirib alg'uchining ko'zini bo'yab yoki tovarga saxta markalarni chaplab sotgan odam xaridorlarga xiyonat qilgan bo'ldi. Ish ustidagi amonat. Bir doktorning yana boshqa bir doktorga yaxshichoq bo'lish yuzasidan uningga hojat bo'lmagan kasalni buyurib berishi yoki doktorxonaga ko'p kirim kirgizib berib yaxshichoq bo'lish uchun oddiy bir og'riq bilan yeniga kelgan kasalni odatda hojat bo'lmaydigan analizlarni tekshirishlarni qilishga buyurishi. Remontchining avtomobilning azroq remonti uchun almashtirmoqchi bo'ladigan zapchastlarni avtomobil egisini elishga buyurishi. İşçinin o'ziga topshirilgan ishni qo'lining uchida qilib qo'yib haq elishi. Kadrining o'z vazifasini ado qilmasdan soatga qarab kun o'tkazishi. O'quvchining topshiriqlarini ishlamasdan ko'z bo'yishi yoki imtihonda ko'chirishi. Otaning bolalarini adab, axloq, iymon, insof ichida tarbiyalash vazifasini to'liq ado qilmasligi. Muallimning o'quvchilarning qalbiga ilm, ma'rifat uruqlarını çekişten ibaret mukaddes burcunu unutup, ulanın ömrünü, kıymetlik vaktini ve zihnini zaya kılıvetişe, qatarlıq işlarının hemmesi en çok xiyanetçiliktir. Bu işler görünüşte bek muaddide görüngen bilen Allah'ın nezirde eğer günahlardır. Sır saklaştığı amanet. Peygamber Aleyhisselam birov söz kılıvetip etrafka qarabasa bu söz amanettir degen. Bu hadisle manası şu ki, İki adam sözleşip etip, bu sözünü anlayatkan üçüncü bir şahs var yoki yo'qligini bilish uchun ularning biri o'ng yoki so'l tarafga qarasa, bu söz boshqalar anglab qolsa bo'lmaydigan sir bo'lib omonat so'zga aylandi. Uni saqlash anglag'uchining ustiga omonat bo'lib belgilandi. Bunda ahvolda uni bu sir, buni hech kimga demang deyishning hech hojati yo'q. En çok hıyanet. Peygamber Aleyhisselam bundak degan. Kıyamet günü Allah'ın nazarında en çok hıyanet özünün ayağını gepki selip onun sırlarını bilip algandan keyin onun sırrını sırtqa yaygan erning xiyanatıdır deb ko'rsatgan. Dünyada shunday rezil ve pes insanlar var ki ular boshqalarning ojiz nuqtasini tutib olib, hamisha fursatparastlik bilan jon boqadi. Bundaqlar uchun kishilarning iffat nomusi va yuz obro'yining hech qanday qimmati yo'q. Chunki ular shunday qimmatsiz inson bo'lganligi uchun boshqalarning qimmatli narsalarning qimmatini bilmaydi. Bundaq insanlar insan türünün hayvan derecesindeki reziller bulup şahsi menfaat için her qandaq adamını setip etini işkilenmeyin. Hatta özünün hayat şeriki ve koynudaki ayağının bu aciz noktasını tutup onun bazı bir eyiplerini, hatalıklarını halk alemine yayıp özünü ve ayağını resva kılıştan korkup kalmaydı. Bundaqlar kıyamet günü Allah Taala'nın ulanın peskeşlikinden ularga nazar salmasdan ve gap söz qilmasdan tuzaqqa tashlaydigan numussiz bandalardir. Ayolning amonati. Ko'p kishilar ayolni nikohlab olgandan keyin ayolni xuddi yanchuqidagi puldek xalqancha tasarruf qiladigan o'z mulki deb hisoblaydi. Bu intayin xato tushuncha va bir qaloqliq. Ayol erning mulki emas, balki Allohning mulki. Ayolni nikohlab elish bilan bu ayol olg'uchi erning gardinida amonatga ayindi. Qiyomat kuni bu er Allohning oldida bu amonatning javobgarligini so'raldi. Alloh taolo Qur'on Karimda va akhadna minkum mithaqan ghalida. Ular ya'ni o ayollar sizlardan mustahkam ahd olgan tursa degan oyatda bu amonatni mustahkam ahd deb atagan. Ma'lumki ayolning eridan olgan mustahkam ahdisi nikohlanish oldida erning unga ömürlük hayat sheriki bo'lish haqidagi talabini qabul qilganligidir. Yani təqdim deganligidir. Allah Taala nikohdan boshqa hech qanday ahdini mustahkam ahd deb sifatlagan emas. Mana bu er ayollik ristisining
ne kadar mukaddes ekanligini bilish uchun yetarlik. Shundoq muqaddas bir rishtaga xiyonat qilish haqiqatan eng cho'ng xiyonat, eng cho'ng gunoh. Albatta ig'ir qilmish. Balalarning ota-onasiga muomala qilishdagi omonat. Balalarning ota-onasiga qiladigan muomalasidagi omonat ularga xiyonat qilmasligi, ularni ruxsatsiz uydan pul-mol yoki oddiy bir narsani olmasligidir. Gerçi algan narsa tilga olg'uvchiligi yo'q, oz miqdordagi narsa bo'lsa-mu, ota-onasining ruxsatsiz elishi to'g'ri emas. Hamda tadrijiy holda ko'plab elib, texmi cho'ngroq xiyonat qilishining oldini ochgan bo'ldi. Qizlarning ota-onasining ruxsatsiz holda yigitlar bilan ish-pesh tartishib yurishi, maxfiy joylarda uchrashishi ota-onasiga va ularning ishonchisiga qarshi qilingan eng cho'ng xiyonatdir. Qiz agar axloqiy jihatdan buzilishga taraqqiy qilib borsa, xiyonat darajasi mu oshidi. Uning ota-onasini xalq olam oldida yerga qaratganlik jinoyati ayrim bir jinoyatdir. Shundaqla yigitlarning qizning ota-onasini maxfiy holda o qiz bilan uchrashishi xiyonat bo'lganning sirtida kishilarning iffat nomusiga va yuz obro'yiga qarshi o'tkazilgan jinoyatdir. Qiyomat kuni bunda xiyonatlarning suruqi albatta bo'ldi, jazosi ig'ir bo'ldi. Siz ega bo'lgan hamma narsa omonatdir. Alloh taolo sizga ato qilgan ne'matlarning hammasi sizga omonat bo'lib, ularni sanab bo'lish mumkin emas. Masalan, jon sizga omonat. Uni halok qilishga sabab bo'lgan ishlarni qilsangiz, bu omonatga xiyonat qilgan bo'lasiz. Tiningizning saqligi sizga omonat. Uni asrashga ahamiyat bermasangiz yoki uningga ziyonli narsalarni iste'mol qilsangiz, uningga xiyonat qilgan bo'lasiz. Aql sizga omonat. Aqlni ketkizadigan ichimliklarni yoki zaharli chekimliklarni iste'mol qilsangiz, bu omonatga xiyonat qilgan bo'lasiz. Tilimiz sizga omonat. Uni g'iybat, shikoyat qilish, yolg'on so'zlash, gap to'shish, yomon so'zlarni so'zlash, kishilarga aziyat berish uchun qo'llansangiz, uningga xiyonat qilgan bo'lsangiz, chunki Alloh taolo tilni yaxshi so'z qilish uchun yaratgan. Bolalaringiz sizga eng cho'ng omonat. Ularni yaxshi tarbiyalamasdan o'z holiga qo'yib bersangiz, bu omonatga xiyonat qilgan bo'lasiz. Bolalarni chiroyli kiyindirib, qo'rsqini yaxshi to'yg'izib, kuyinib boqqaningiz hisob emas. Chunki ish mushuklarmi bolalarni boqadi va ularga kuyinib bag'riga bosadi. Bilimingiz sizga omonat. Ügengen bilimingizni dinga, xalqqa va vatanga foydali ishlar uchun qo'llanmasangiz, bu omonatga xiyonat qilgan bo'lsangiz, kasbingiz yoki xizmatingiz sizga omonat. Uni qitirqinib qilmasangiz, ko'z bo'yamchilik qilsangiz, omonatga xiyonat qilgan bo'lasiz. Mansibingiz sizga omonat. Mansabni suiiste'mol qilib, shaxsiy manfaatingiz uchun o'z ko'michingizga cho'g'tarsangiz, omonatga xiyonat qilgan bo'lasiz. Pul melingiz sizga omonat. Allah Taala ato qilgan pul molni harom yo'lga ishlatsangiz yoki uning zakotini bermasangiz, uningga xiyonat qilgan bo'lasiz. Demak, Alloh taolo sizga ato qilganlarning hammasi sizdagi omonatlardir. Payg'ambar alayhisalom bunday degan: qiyomat maydoniga bandining qadami qo'yilgan hamon 4 narsadan so'raldi. Umrini nima bilan o'tkazganligidan, yoshligini nima bilan tugatganligidan, pul molni nerdan tepib, nega ishlatganligidan, ügengen bilimi bilen qandaq ishlarni qilganligini so'raldi. Dinni yetkizish omonati. Alloh taolaning dinni insonlar orasida tashviq qilish, uniga chaqiriq qilish har qandaq bir musulmon uchun farzdir va omonatdir. Xususan ulamolar uchun uni bosh tortib bo'lolmaydigan muhim bir majburiyatdir. Payg'ambar alayhisalom mendan bir oyat bo'lsa-mu kishilarga yetkazinglar deb buyurgan. Allah Taala İslam ummetinin xisletini maqtab, kuntum xayra ummetin uxrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf ve tenhauna 'anil munkar ve tu'minuna billah. Sizlar insonlarning manfaati uchun o'ttirga chiqarilgan yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sadigan, Allohga iymon etadigan eng yaxshi ummatsizlar, ya'ni ulgulik ummatsizlar deydi. Kishilarni islomga da'vat qilish, uni yetaklash, uning go'zalliklarini va afzalliklarini boshqalarga namoyon qilish har bir musulmon uchun cho'ng omonatdir. Endi musulmonlar bu omonatni qanday ado qildi? Musulmonlar kishilarni so'zi va amaliyati bilan yetaklaydi. Shunda qilgandilar bu omonatning huddasidan chiqqan bo'ldi. Kishilarni dinga da'vat qilish eg'iz bilanlar bo'ladi, degichlar xatolashganlardir. Chunki payg'ambarimiz Hazrat Muhammad alayhisalom kishilarni dinga chaqirishda nutq so'zlash, tabliq qilish va nasihat qilish bilanlar chekinib qolgan emas, balki u o'zi da'vat qilayotgan dinni amaliy hayotida to'liq bilan
güllendirgen. Peygamber Aleyhisselam'ın peygamberlik kılgan 23 yıllık şanlık hayatı bunun guva. Peygamber Aleyhisselam Müslümanlarını qandaqla bir iş buyursa, avval onu üzü qilib ko'rsatdi. Ularni qandaqla bir ishni to'ssa, avval o'zi uning qo'l yig'atdi. Chunki Peygamber Aleyhisselam Allah Teala'nın ve'mur ahlaka bis-salati vastabir alayha. Ailendekilerine namaz buyurgan, özün bu onun çidamlık bolgan deb buyurgan ulug' var prinsipi bo'yicha ish ko'ratdi. Allah Teala bu ayette Peygamber Aleyhisselam'ın başkalarına namazda başlamcı buluşka buyuruşu bilen onun bütün işlerde şundak başlamcı buluşunu buyurgan. Bu ayet yani peygamberinin ümmeti bolgan bütün Müslümanların hususan peygamberinin varisleri bolgan ulemalarının yaxşı işlerini kılışta, yaman işlerini kol üzüşte kişilerge başlamcı buluşu lazımlığını taqozo qildi. İslam dini moşundak usul bilen tarqalgan ve hazır günümüzgacha kelgan. İslam dininin Arap yerim arıldan halkıp her xil milletler ve devletlergacha berip tarqalishi ve her millet kişinin kalbide mustahkem urun elişine türtkü bolgan omillarning eng çoğu İslam davetçilerinin güzel ahlakı, ameliyatçılığı, mesuliyetçılığı, rastçılığı, sözü bilen hareketinin birdek bolganlığı idi. İslam dininin Asiya qit'asida keng o'rin elishining sababi İslam dinini tarqatgan savdo karvonlarining haqqoniyligi va esil fazilatlari bilan kishilarni qoyil qilganligi edi. İslam dininin Uyg'urlar orasida yildiz tartishimi shundoq bo'lgan. Ustuq Bug'roxonning musulmon bo'lganligi haqida qissa buning jonliq misoli. Alloh taolo hammamizni dinimizga sadık bulup dinimizni ameliyetimiz ve sözümüz bilen, hareketimiz bilen, güzel ahlakımız bilen kişilerge davet kıldıgan yaxşı kişilerden kılsın. Amin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.